Nima deding? Assalomu alaykum. Tushunmadim darsi. Shohstaga prankni jinnisi bugun Shohstani tug'ilgan kuni o'zim ayolim bilan birgalikda zo'r reja qilganmiz. Sherik, Masrbek, Mohira birgalikda. Shohsta xafa bo'lmaysan. Xafa bo'lmaysan, uyushtiryapmiz. Ehtiyot bo'linglar. Yaxshilab o'tirib olinglar, oxirigacha kuzatinglar. Shohsta? Hop. Qani. Eshik yo'q. Olaylar. O'tirmang. Admin raqammi? Yo'q, chiqib turib, birinchi, Qog'ozni ikkinchi chiqartirib kelaylik. qog'ozga uchalasini ham chiqartirib kelasizlar, mana 2. Endi nima deding? Assalomu alaykum. Tushunmadim darsi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'xtab turing. Nima yig'ilib o'tiribsizlar? Yo'q, buni serialni boshlashga Hozir shunaqa o'tirasizlar ekanda. Hozir bugun bo'ldi. Hecham kutmadim. Sizga ishonardim Shohsta. Sen Alohida gap o'tirishlaring nima degan narsa? Ey. Ey. Ana, gapim deyishibdi. Bu o'rni o'zini vaqtlayotgani bo'ldi. Buni serialni yangi boshlayotganimiz kadr olamiz, onaxonga ketdik. Kirmadi, onaxonga ketdik. Mana. Nima o'qasan? Men Shohsta nima olishni bilmadim. Hozir sovg'a nima bo'lsa olasan. Kecha tomonda. Birover. Ey, prankni bombasi dedi. Er xotin kechasini uxlamasam buni rejalashtirib chiqqanmiz. Ayolimga iltimos qildim. Iltimos shu prank qilaylik. Juda bomba chiqadi dedim. Yuragi tushib qolsa-chi dedi. Bir bola ko'ndirdim. Tushmaydi. Yuragi tushmaydi dedim. Borlarga shukur. Shohstani tablashsa bo'ladi. Kamitadan to'g'ri tashlaylar. Bo'ldi, boringiz shukur. Uzoq umr ko'rgan.